Bu safargi oltin to'p topshirish marosimi qolganlaridan butunlay farq qiladi. Sababi Ballon d'Or uchun asosiy da'vogarlar marosimga hassa tayoqlarda boradi. Chunki Yamal belidan jarohat olgan, Dembele va Doué ancha vaqtga jarohat olib safdan chiqqan. Ularni Rafinha marosimga yetaklab boradi. Albatta, hazil o'rtoqlar, jiddiyroq gapiradigan bo'lsak, 22-sentyabr tunida oltin to'p topshirish marosimi bo'lib o'tadi. Bu safargisi marosimni qolganlaridan farqli ravishda 1 yoki 2 emas, balki 4 yoki 5 ta futbolchi oltin to'pni olishi mumkin. Lamine Yamal, Usmon Dembele, Rafinha, Pedri va Hakimi shular jumlasidandir. Shunday ekan, olovli emotsiyalarga tayyor turing, lekin afsuski marosim hech qaysi telekanallarda jonli efirda olib berilmaydi. Biroq xavotirga o'rin yo'qki, biz sizlarga ajoyib emotsiyalarni jonli ko'rish imkonini beramiz va Barselonalikmiz Telegram kanalida oltin to'p marosimini jonli efirda olib beramiz. Kanal manzili profilimiz biosida joylashgan. Qo'shiling va oltin to'pni kim olganini birgalikda kuzating.